Real Madrid tarixida bunday holat ko'p bo'lgan. Ularni erta hisobdan chiqarishgan. Raqamlar ishonmagan. Super kompyuterlar qarshi chiqqan. Lekin mavsum oxirida bitta savol qolgan. Real Madrid qanday qilib yana qaytdi? Bugun ham xuddi shunday manzara. Shanba kuni Villarreal ustidan 2-0 hisobidagi g'alaba. Turnir jadvalida Barselona bilan farq atigi bitta ochko. La Liga chempionlik poygasi yana alangalandi. Agar Real Madridning shu qaytishi sizga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Oldinda eng muhim nuqtalarni faktlar bilan tahlil qilamiz. Endi hammasini boshidan olaylik. 2025-26 yil mavsumi Real Madrid uchun juda og'ir boshlandi. Yangi yilning atigi 2 haftasida jamoa eng past nuqtaga tushib qolgandi. La Ligada Barselonadan 4 ochko ortdi. Ispaniya Super Kubogi finalida ashaddiy raqibga mag'lubiyat. Qirol Kubogida esa kutilmagan zarba. Ikkinchi diviziondagi Albacete Real Madridni musobaqadan chiqarib yubordi. Aynan shu paytda Alvaro Arbeloa davri boshlandi. Va rostini aytganda, bu davr halokatli ko'rinardi. Arbeloa katta jamoani hech qachon boshqarmagan, yirik sovrinni yutmagan. Bosim esa maksimal edi. Lekin shundan keyin nimadir o'zgardi. Alamli mag'lubiyatdan so'ng Real Madrid o'ziga keldi. Yangi murabbiy qo'l ostida jamoa ketma-ket 3 ta o'yinda g'alaba qozondi. Levante, Monaco va Villarreal mag'lub etildi. Eng muhimi, maydonda ishonch qaytdi. Aynan shu vaqtda Barselona ham xato qildi. Kataloniyaliklar Real Sociedadga 2-1 hisobida yutqazdi. Natijada jadval yana zichlashdi. Hozir holat shunday. Real Madrid birinchi o'rinda, ammo Barselonaning oldida hali o'yini bor. Agar ular 3 ochko olsa ham, ikki jamoa o'rtasidagi farq atigi bitta ochko bo'lib qoladi. Endi super kompyuter nima deydi? Opta hisob-kitoblarga ko'ra, La Liga chempionligi uchun asosiy favorit baribir Barselona. Ularning chempionlik imkoniyati 62,94%. Taxminiy yakuniy ochkolar: Barselona 88,48, Real Madrid 85,82. Super kompyuter Realga atigi 35% imkoniyat beryapti. Ammo bu qog'ozdagi raqamlar. Maydonda esa boshqa futbol o'ynalyapti. Bu o'yinning markazida bitta ism bor: Kylian Mbappe. U bu mavsum La Ligada 21 ta gol urdi. Arbeloa gol ostida esa portladi. 3 o'yin 5 ta gol. Mbappe Real Madrid safida 87 o'yinda 87 ta gol urgan. U hali oq libosda katta sovrin yutmagan, lekin aynan hozir eng yaqin pallaga kelib qoldi. Yana bir muhim figura Vinicius Junior. U bosim nimaligini biladi. La Liga ham Chempionlar Ligasi ham unga begona emas. Arbeloa qo'l ostida u yana o'zining eng yaxshi futbolini eslay boshladi. Albatta, chempionlik faqat Mbappe yoki Viniciusga bog'liq emas. Bu butun jamoaning vazifasi. Tajriba, bosimga chidamlilik va hal qiluvchi o'yinlar hammasini hal qiladi. Va tarix bitta narsani ko'rsatadi. La Liga taqdiri ko'p marta El Clasicoda aniqlangan. Bu safar ham istisno bo'lmasligi mumkin. Endi asosiy savol: super kompyuter haq bo'ladimi? Yoki Real Madrid yana barcha prognozlarni sindirib, o'z tarixiga navbatdagi qaytishni yozadimi?